Xo'p, savolni o'qiymiz. SDHN formulaga ega alkenning bitta molekulasida nechta sp3 gibrid orbital bor? Endi alkenlar berilyapti. SXHY, SYHD, SDHN. Ularning mollari berilyapti. Har biri uchun m, ya'ni mollari teng har birini. Aralashmaning massasi 235,2 gram. Aralashmadagi umumiy sp2 gibridlangan orbitallar soni 14,4 ta. Demak, alkenlarni yozib chiqamiz. Xo'p. SXHY, SYHD, SDHN. Endi biz alkenlarning umumiy formulasidan foydalanib, bu alkenlar uchun boshqa bir formula yaratib olsak bo'ladi. Alkenlar umumiy formulasi SN H2N. Ya'ni uglerod nechta bo'lsa, alken tarkibida vodorod soni undan 2 marta ko'p bo'ladi. Birinchi alkenimizni SX deb olsak, vodorod soni 2x ga teng. Ikkinchi alkenni S buni vodorod soniga teng bo'ladi. Ikkinchi alkenimiz, chunki e'tibor bersalaring, Y bo'lsa, bu alkenning uglerod soni Y. Buni vodorod soni D bo'lsa, uchinchi alkenni uglerod soni D. Ya'ni birinchi alkenni vodorod soni ikkinchi alkenni uglerod soniga teng, ikkinchi alkenni vodorod soni uchinchi alkenni uglerod soniga teng. Demak, shunda bu 2x bo'ladi, vodorod 4x bo'ladi, 2 marta ko'p bo'lsa. Uchinchi alkenimiz S 4x bo'ladi, buni vodorodiga teng. Vodorod soni esa 8x bo'ladi. Shunda umumiy aralashmaning massasi 235,2 gram. Aralashmadagi umumiy sp2 gibrid orbitallar soni 14,4 ta. Shunda alkenlar uglerod atomi nechta bo'lishidan qat'iy nazar tarkibida bitta qo'shbog' bo'ladi. Bitta qo'shbog' ikkita uglerodga bog'langan bo'ladi. Ikkala uglerod ham sp2 gibridlangan bo'ladi. sp2. Shunda har bir sp2 uchun 3 ta orbital qatnashadi. Bitta s, ikkita p. 3 ta bundan, 3 ta bundan. Demak, jami 6 ta. 1 mol alkenda 6 ta sp2 gibrid orbital bor ekan. Hamma alkenga tegishli bu. Har birida 6 tadan bo'lsa, jami 3 ta alkenda 18 ta bo'ladimi? Demak, shu 14,4 sp2 gibrid orbitallar sonini 18 ga bo'lib olsak, bitta 0,8 mol alkenlarning mol yig'indisi kelib chiqadi. Shu 0,8 mol alkenlar 0,8 mol alkenlar 235,2 gram keladi. Bizda alkenlarni 1 moli qancha desak, hisoblasak 235,2 ni 0,8 ga bo'lib olsak 294 gram keladi. Demak, uchala alkenimizni 1 moldan olganimizda yig'indisi 294 gram ekan. Xo'p. Alkenlarimiz bizda birinchi alken SXH2X edi. Ikkinchi alken S2X H4X edi. Uchinchi alkenimiz S4X H8X edi. Bular tarkibida uglerodni ham, vodorodni ham massasini topib olsak bo'ladi. Uglerod buni tarkibida 12X, bunda uglerod 24X, bunda uglerod 48X. Vodorod bunda 2X, buni vodorodi 4X, buni vodorodi 8X. Vodorodlarni qo'shadigan bo'lsak, jami 14X vodorod. Endi uglerodlarni qo'shsak, qo'shib chiqamiz hammasini. Jami 84X bo'ladi uglerodlar. Shunda 84X uglerodlarning massasi plus 14X
vodorodlarni masalasi yig'indi 294 ga. Demak, 84 ga 14 ni qo'shadigan bo'lsak, 98x imiz 294 ga teng bo'lsa, x ni qiymati 294 ni 98 ga bo'lsam 3 chiqadi. Demak, x ni qiymati 3 chiqsa, x nima edi? Birinchi alkendagi uglerod soni edi. Ikkinchi alkendagi uglerod soni 2x. Uchinchi alkendagi uglerod soni 4x. Xo'p, birinchi alkenim S3H6. Ikkinchi alkenim S6H12. Uchinchi alkenim S12H24. Demak, bizda savolda aytgan SDHN alkendagi sp3 gibrid orbitallar degan. Bu alken bo'lgandan keyin doimo ikkita uglerod sp2 gibridlangan bo'ladi. Uglerod soni 12 ta bo'lsa, undan sp2 gibridlangani 2 ta, sp3 gibridlangani 10 ta bo'ladi. 10 ta bo'ladi. Har bir sp3 ga 4 ta orbital qatnashadi. Bitta s, 3 ta p. Shu 10 ni 4 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 40 chiqadi. B javob to'g'ri bo'ladi.